hurmatli aziz hoji onalarimiz, Alloh taologa beadad hamd sanolar bo'lsinki, shunday muborak joylarga kelib ibodat qilishlikni nasib qildirib turibdi. Va yana payg'ambarimiz alayhissalomga durud va salovatlarimiz bo'lsinki, mana shu dinimiz yo'lida qancha mashaqqatlar chekib, mana shu biz qilmoqchi bo'lib kelgan ibodatimiz, haj, umra ibodatlarini o'zi amalda go'zal bir holatda ko'rsatib bergan Rasululloh alayhissalomga durud va salovatlarimiz. İnşallah Allah Teala siz o bizlerge nasip kıldirdi. Medine-i Munavvara, nurlangan shahar. Yani Kur'an ayetleri bilen nurlangan bir shaharga kelib, Rasululloh alayhissalomning huzurlarida ibodat qilishlikdek ulug' bir ne'matni berib turibdi. Bu joy aytiladiki, Allah Teala'nın en suygan joyi deyiladi. Chunki agar Robbim Medine-i Munavvarani yaxshi ko'rmaganida edi, o'zining eng suyukli habibi Rasululloh alayhissalomni bu joyga ravo ko'rmagan bo'lardilar. Qancha ulug' sahobai ikromlarni ko'rgan shahar. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka Mukarramada yashab yurgan vaqtlarda nubuvvatning 13-yillarida Makka Mukarramadan Madinaga hijrat qilib kelganlar. Ana shu vaqtlarda Madinaga hijrat qilib kelganliklaridan keyin ilk islom davlati Madina-yu Munavvarada qurila boshlagan. İlk islom davlati Madina-yu Munavvarada qurila boshlagan. Mana shu qarshimizda turgan yashil gumbazning ostida butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar Rasulimiz alayhissalomning qabri shariflari ana shu joyda. Yonlarida Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhu degan qabrlari ana shu joyda joylashgan. İnşallah Allah Taala sizni bizlarga nasib qildirib, mana shu joyga kelgan ekanmiz. Eng avvalo bu joyda qiladigan ishlarimizning eng afzali payg'ambarimiz alayhissalomning masjidlariga kirib, Masjidul Nabaviyda ibodat qilishligimiz, ana shu joyda namoz o'qishligimiz, payg'ambarimiz alayhissalomga salovatlarni aytib, ko'proq vaqtimizni mana shu Masjidul Nabaviyda o'tkazishligimiz biz uchun eng afzali foydalisi bo'ladi inshaalloh. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganki, kim meni masjidimda bir namoz o'qiydigan bo'lsa, boshqa oddiy masjidlarda o'qilingan namozlarda savobi 1000 barobardan-da yaxshiroqdir deganlar. Ana shu uchun imkon qadar mana shu joyda 2 rakat bir namoz o'qiydigan bo'lsangiz, boshqa oddiy masjidda o'qilingan namozlardan ko'ra savobi 1000 barobardan-da yaxshiroq. Ana shunday ulkan ajrlarga, savoblarga erishgan bo'lamiz. Va yana biz bu joyga kelgandan keyin shuni his qilishligimiz kerakki, kim yoniga keldik? Payg'ambarimiz alayhissalom qanday bir zot bo'lganlar, qay darajada taniymiz. Mana yo'lda kelyapti, men aytdim. Oysha onamizning haqqiga qilgan duolari haqida. Oysha onamizga, ey Oysha, siz bugungi kunga qadar qilgan gunohlaringiz va keyin qiladigan gunohlaringizni Robbim o'zi kechirsin deb duo qilganlarida Oysha onamiz juda xursand bo'lib ketgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, ey Oysha, siz xursand bo'ldingmi? Ya Rasululloh, meni haqqimga shunday duo qilasiz-ku, xursand bo'lmaymanmi deganlarida, ey Oysha, men sizni haqqingizga bugungilik kunda duo qilib turgan bo'lsam, ummatimning haqqida har kun har namozlarimda duo qilaman dedilar. Ana shunday bizlarga mehribon bo'lgan zotni huzurlariga keltiribmiz. Payg'ambarimiz alayhissalomga mana shu joyda ko'plab salovatlarda aytib qolaylikki, Madina-yu Munavvarada payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlarida turib aytilgan salovatning fazilati boshqa. Aytiladiki, kim bir kunda 100 marotaba salovat aytadigan bo'lsa, oxirat diyoridan 70 ta mana shu yashab turgan dunyoyimizdan 30 ta hojatimizni Alloh taolo ravo qilar ekan. Bitta hojatimiz ravo bo'lishligi uchun vaqt bemahal qanday holatlarga tushamiz? O'zimizni o'qib ko'ramiz, cho'p ko'ramiz, har qanday holatlarga tushib ko'ramiz. Bu tarafda mana payg'ambarimiz alayhissalomga salovatlarni aytib, istig'forlarni aytib, tavbalarni qiladigan bo'lsak, inshaalloh mana shu o'zimizni o'ylab yurgan ishlarimiz qanday bitib ketganini o'zimiz ham bilmay qolamiz. Bu joyga kelganligimizdan keyin albatta shuni his qilishligimiz kerakki, Alloh taoloning huzuriga kelgan bir ojiz qulmiz, xolos, boshqa narsa emas. Yelkalarimiz to'la gunohlar bilan keldik. Kim Madina-yu Munavvaraga keladigan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalomning mehmonlari hisoblanadi. Makka Mukarramaga boradigan bo'lsa, Alloh taoloning mehmonlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning mehmoni ekanmiz, o'zimizni ana shunday holatda bilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadiki, kim Rasulimiz alayhissalomning ziyoratiga keladigan bo'lsa, kim menga salom yo'llaydigan bo'lsa, Alloh taolo menga ruhimni qaytaradi va men unga alik olaman degan. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzuriga kelgan odam ziyoratiga hayot vaqtida qanday hurmatda bo'ladigan bo'lsa, ana shunday holatda hurmatda bo'lishligi kerak bo'ladi. İnşallah mana shunday narsalarga e'tibor bergan holatda mana shu qarshimizda o'ng tarafimizda
turgan, ularni orqalarida ana shu setka bilan o'ralgan joy Jannatul Boqiy, Baqiya qabristoni deyiladi. 10 mingdan ortiq sahobalar, Payg'ambarimiz alayhisolamning ahli ayollari, farzandlari, Payg'ambarimiz alayhisolamning ammalari, amakilari, bir qancha juda ko'plab ulug' zotlarning qabrlari ana shu joyda joylashgan. İnşallah erkeklarda kirib chiqishlik imkoniyati bo'ladi, ayollarga ruxsat yo'q. Masjid-i Nabaviyda namoz o'qigan yillarda, tilovat qilgan yillarda ana shularda haqlariga ham duolarni qilib qolinglar inshaalloh. Alloh taolo jannatda hayotlarini o'zlaridan eshitishlikni bizlarga nasib qilsin. Bizi dinimiz yo'lida qanchadan qancha mashaqqat chekkan insonlar juda ko'plar, 10 mingdan ortiq sahoba, Payg'ambarimiz alayhisolamdan to'g'ri ilm olgan zotlarni qabrlari ana shu joyda joylashgan. Va yana bu joyda o'tadigan har bir daqiqamizni g'animat bilaylikki, aytiladi. Kimki bomdod namozini jamoat bilan o'qib, namoz o'qigan joyda qolib toki ishroq vaqtigacha, zuho vaqti deb qo'yadi, ichkarida soatlarni ham yozib qo'ygan. Ana shu vaqtgacha o'tirib tilovati Qur'on, zikr, salovat, tasbihlar bilan band bo'lib, zuho vaqti kelganida 2 rakat zuho namozini o'qib qaytadigan bo'lsa, dengiz ko'piklari qadar gunohlari ko'p bo'lsa deyiladi, gunohlari kechiriladi deyiladi. Ana shunday vaqtlarda g'animat bilib, Alloh taolodan so'rab, tinimsiz tavba istig'for iltijolar bilan mana shu joyda Payg'ambarimiz alayhisolamga ko'plab salovatlarni aytib, duolarni qilib qolaylikki, inshaalloh oxiratda Rasululloh alayhisolamning shafoatlardan nasibador bandalarni qatorida qaytishlikni Alloh hammalarimizga nasib qilsin. İnşallah biz mana shu joyga kelgan ekanmiz. Qarshimizda yashil gumbaz turibdi. Ana shuni ostida aytyapmiz Payg'ambarimiz alayhisolamning qabri shariflari. Xo'p, u joyda mana shu tarafdan yurganda salom eshigi bor. Ana shu joydan erkaklar bilan kirib, Payg'ambarimiz alayhisolamning qabrlarini qarshida qo'ygan joy bor. Payg'ambarimiz alayhisolamning qabrlari yana ana yerga boramiz. Erkaklar bilan kirib salom berishning imkoniyati bor. Assalomu alaykum yoki bo'lmasa assolatu chunki salovat bilan aytilgan salomning fazilati yanada boshqa. Assolatu vassalamu alayka ya Rasululloh, assolatu vassalamu alayka ya Habiballoh, assolatu vassalamu alayka ya xayru xalqillah. Juda ko'pchiligi mana shunday salomlarni yo'llab, undan keyin yonida turganlari Hazrati Abu Bakr Siddiq. Hazrati Abu Bakr Siddiq shunday eslanadiki, Xalifata Rasulillah, Rasulullohning xalifalari deb eslanadi. Esinglarda qolmasa arabchasi assalomu alaykum ya Rasulullohning xalifalari. Yonida Hazrati Umar ibn Hattob, Amirul Mu'minin, eng odil amir deb hisoblanadi, aytib eslanadi. Assalomu alaykum ya Amirul Mu'minin, Umar ibn Hattob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Mana shunday deb salomlaringizni yo'llayman. Sizlar ham mana Saudiya hukumati umuman qabristonga kirgizmaydi. Baqiya qabristoniga ham Payg'ambarimiz alayhisolamning ham qabrlarining yonidan o'tamiz. Ana shu joyga kirib namozlar, salomlarni yo'llab erkaklar chiqib, ayollarni kirgizmaydi. Ravza boshqa joy. Biz o'tadigan joy qabrlarni oldi. Ana shu joyga borganimizda hozirgidaqa hojakalarimiz bilan birgalikda salomlarni yo'llab chiqamiz. Va yana kim sizlardan salom yo'llagan bo'lsa, albatta inshaalloh borib salomingizni yetaman deb kelganlarimiz juda ko'p. Omonat ismi esinglarda qoladigan bo'lsa, falonchini o'g'li falonchi sizga salom yo'lladi, falonchini qizi falonchi sizga salom. Yo bo'lmasam o'zini ismi bilanmi? Ana shularning salomlarini qabul qiling yo Rasululloh. Yoki bo'lmasam esinglardan chiqib qolsa, boshqa bo'lsa, mendan sizga kimlar, qaysi ummatlaringiz salom yo'llagan bo'lsa, barchalarining salomlarini qabul qiling yo Rasululloh deb salomlarimizni yo'llab inshaalloh ana shunday holatda erkaklar bilan chiqamiz. Hoji onalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yashil gumbazning to'g'risiga kelib, mana ma'da odamlar o'tiribdi. Kechasidan o'tirib payg'ambarimizni qabrlariga qarab salovat aytib chiqadiganlar bor. Soatlab o'tiradiganlar bor. Bo'sh bo'lgan vaqtlarda kelib payg'ambarimiz alayhisolamning yashil gumbaz to'g'rimizda. Hattoki muftiy hazratlarning mana shu yashil gumbazda o'sa narrog'ida to'g'ridan to'g'ri salomlarni yo'llaganlar. Hech qanaqangi ixtilof yo'q. Mana shu ro'parasiga kelib salomlaringizni yo'llayasizlar. Inshaalloh payg'ambarimiz aytgan ravzaga ma bayna bayti minbari rawdatun min riyadil janna. Meni uyim bilan minbarimning orasida bir jannatdan bir bog' bor, jannatdan bir parcha bor deganlar. Inshaalloh ana shu joyga ertagalik kunda o'z alohida ruxsatnomalar bilan kiradigan bo'lib, ana shunday holatda kirib chiqamiz. Alloh nasib qilsa ana u joyda masjidning bir qismi
masjid. Ana shu joyda namozlarni o'qib inshaalloh birgalikda ibodatlarni ana shu joyda namozlarni o'qib Alloh taologa duolarni qilib qaytamiz. Bu joyda majburiy bir duo yo'q. Uni kirgachlardan oldin ham tushuntirib qo'yamiz. Mana shu joydagi asosiy narsamizni bilib olaylik. Imkon qadar Masjid-i Nabaviyda ko'proq vaqtimizni o'tkazaylik. Va yana bu joyda bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri aytarli har namozlardan keyin janoza namozi uchrab turadi. Ayollar imom bilan namoz o'qimagan, buni bilmaysizlar. Imomga iqtido qilgan, misol bomdod namozini 2 rakat farzini o'qishlikni niyat qildim, imomga iqtido qildim, xolis Alloh uchun Allohu akbar. Ana shunday holatda imomdan keyin harakat qilgan holatda imom bilan birgalikda namoz o'qiysizlar farz namozlarni. Chunki Madina-i Munawvarada, Makka-i Mukarramada mana shunday muborak shaharlarda fazilatidan bebahra qolmaslik uchun ayollar ham imom bilan birgalikda namoz o'qiydi. Erkaklarimiz endi bilamiz, har namozdan keyin o'zini tilida e'lon qiladi. As-salatu alal amwati va la yarhamkumulloh. Shunga o'xshab erkak mayit bor, ayol mayit bor, bola mayit bor deb ana shunday holatda e'lon qiladi. Janoza namozlarini ham o'qib olaylik, chunki kim bir mo'min musulmonning janozasida savob umidida qatnashadigan bo'lsa va uni ko'milishida qatnashadigan bo'lsa, dafn marosimida 2 qiyrot savobga erishibdi deyiladi. Faqatgina janoza namozida o'ziga qatnashgan odam 1 qiyrot savob. Misli Uhud tog'ichalik. Alloh nasib etsa ertaga borib ko'rasizlar, juda ham bir ulkan ajrga erishgan bo'ladi. Ana shunday holatda janoza namozlarini ham qo'shilmasdan, bular faqat bir tarafga salom berib qo'yadi. Bularning mazhabi boshqa, Hanbali mazhabi. Biz o'ng tarafga berib, chapga ham salomlarimizni berib, o'zimizning mazhabimizga ko'ra inshaalloh namozni tugatib qo'yamiz. Hozir hoji akalar, hoji onalar birgalikda kirib, 2 rakatdan nafl namozlarini o'qib, keyin chiqib payg'ambarimiz alayhisalomga erkaklar bilan birgalikda kirib salomlarni yo'llab qaytamiz inshaalloh. Xo'p, ertaga ziyoratga chiqqanda yana qolgan boshqa tushuntirish kerak bo'lgan narsalarni birgalikda tushuntirib chiqamiz, xudo xolisa. Rahmat. Hozirda birgalikda yuraylik-da, ayollarning namozxonasini ham ko'rsatamiz, yonida erkaklarniki. Namozni o'qiymiz, hammamiz birga chiqamiz. Bugun birga chiqib pul maydaladigan joylarni ko'ringlar, sumka oladiganlar olinglar, xotirjam bo'lib ertadan hamma ibodatni mana shu tarafga qaytaveramiz, to'g'ri, bu tarafdan. Hozir xufton namozini o'qimadinglar, o'zimiz o'qib olamiz. Boshqa payt jamoat bilan o'qiramiz. 4 rakatli farz namozlarni qasr qilib o'qiymiz. Yuravringlar, to'g'ri. Bachchaga bilan